qariyalar uyiga borsangiz qancha qariyalar yotibdi-da. Shunday kirsangiz, bolammikin deb o'rnidan turib quchoq ochib ko'rishadi shu qariyalar. Shuna bir qariyani aytgan so'zi: ilohim, shu joyda amon bo'laylik, sog' bo'laylik, qornimiz to'q, ustimiz butun, sog' salomatmiz. Lekin men ham deydi, qaytar dunyo deysizlar domla. Kimga yomonlik, o'zim yetimlar uyida katta bo'lganman. 2 ta farzandim bor, bir o'g'il, bir qiz deydi. Ularga nima yomonlik qildim bilmayman. Mana shu joyga kelganima 7 yil u 70 kun bo'ldi. Sanab o'tyapman, sanayapman vaqtlarni. Nevaralarimni sog'indim. Bolalarimni, o'g'limni, qizimni sog'indim. Nahotki men aybim bo'lsa, ularga nima yomonlik qildim? Ertaga qiyomat bo'ladi. Ota rozi, Xudo rozi deganda men roziman. Har kuni namozimda duo qilaman. Bolalarim gunohkor bo'lib qolmasin erta Allohim. Erta bolalaridan qaytib qolmasin Allohim. Yaxshi yo'lga kirishsin. Yaxshi o'ynab kulishsin. Menga hech narsa kerak emas, qornim to'q. Kerak bo'lsa pensiyamni olsin. Nevaralarim bilan kelib, yaxshi yotibsizmi deb bir marotaba kelib, hol ahvolimni so'rab ketsa, menga mehri, muhabbati kerak. Sog'inib yashayman ularni. Men dunyoga nima uchun keldim? Nima uchun ketyapman? Hech kimsasi yo'q insonga o'xshab qolganman. Qolaversa, ikkinchi qizimni qattiq yaxshi ko'rib sog'inyapman. Tug'ilganida bolam bor ekan. Tug'ilganida o'g'limni, qizimni el yurt qatori kam bo'lmasin deb do'stlarimga el yurtga osh berganman. Bolalarimni sog'indim. Qizimni sog'indim. Unga biron bir narsa yomonlik aytmaganman. Nima uchun kelmaydi? Nima uchun ko'rmaydi meni? Menga puli ham, dunyosi ham kerak emas. Menga mehri bo'lsa bo'ldi. Yurtni bolalariga o'xshab, yurtni odamlariga o'xshab, men ham qarilik chog'imda uyimda nevaralarni qoshida o'tirmasmidim? Mana shu xonaga kelib rahmat